Assalomu alaykum. Omad dehqonlar, dehqonchilik ishqibozlari. Bugun 11-mart. Chesnolarga machavinalarni, karbamitlarni solib kultivasiya qilib qo'yganimizcha turibdi mana. Vitamin berishimiz kerak. Ko'pchilik qanday vitamin berasiz? Nomi nima deyapti? Vitaminlar turi ko'payib ketgan hozir. Shu bagdan oziqlantirish kerak, shu qanaqadirki vitamin berish kerak. Men ham boraman Betapkiga borib, chesnoyga, suspenzaga vitamin berdingman misol Betapkiga. Berganini olib kelib sepaman. Faqat nima edi? Original vitamin bo'lsa bo'ldi. Shpagidan oziqlantiramiz. Xo'p, buni suv beramiz. Suv qo'ygim bor deb bir maqsad, aprelda 15ga hali ancha bor. Aprelda 10-15lardan bexil gulida qo'yamiz. Hozir unga ancha bor. Hozir bitta qo'yib yuboraman. Buloq boshli o'sha mirishkor dehqonlarimiz hozir suv qo'ygan yaxshi bas. Ertaga halaga kattalashib tomiri mana yetkazib bera olmay qoladi. Keyin yana palay tashashni boshlab yuboradi kunisiga endi. Undan o'sha ildizlarni rivojlantirgani, bagidan oziqlantirgani vitaminlar sepib turing deyishdi. Buni maslahatlasha va katta dehqonlarda maslahatlashib qilgan yaxshi. Sizlarga ham shunaqalar tavsiya qilaman. Ha deb suv qo'yaverish yaxshi bas ekan chesnoyga. Mana fevralda 7-8larda qo'ydik. Mana bir oydan o'tyapti ekan. Suv qo'yganimiz yo'q. Ko'p suv ham ziyon ekan chesnoyga. Nimasiga ziyon? Siz mana pala o'si g'o'lab pushayib ketaverar ekan, taya yiriklashmas ekan, bu bir. Keyin ertaga kun isiganda nima deydi? Pala tashaverar ekan, ishlamasdan pala tashab, o'sha sarg'ayishlar, sariq kasallar shundan kelib chiqar ekan. Buni endi dehqonchilikda sir-sinoatlarini bir-birimizdan o'rganamiz. O'shaning uchun bilganlarimizni o'rgatamiz, bilmaganlarimizni o'rganamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani dehqonchiligiga Alloh baraka bersin. Keyingi videolardan xohlasa